Yo do'stlar, hammaga salom. Bugungi videomizda ko'pdan afsusdan keyin videolar chiqmay qo'ydi, bilasizlar. Bugun uzun video olmoqchiman. Bugun nima video do'stlar? Bugun onlaynda sxodka o'tkazamiz va yarimda nima edi videomizga Navruz bilan hammani tabriklab mashina pazar qilamiz. Qanaqa mashina? Конечно, hozir ko'ramiz do'stlar. Do'stlar, sizlardan bitta iltimosim bor. Kimda M5 bor, 300 HP yoki 800, 414, 900, 1200 farq yo'q, qanaqa, faqat game go'rdanlik cheatroq bo'lsin, ya'ni pol cheat bo'lsin. Milliardga chiqib ketadigan mashina kerak emas. 300 ot kuch, hammada past 300 ot kuch bor. 300 ot kuch bor odam men kommentariy yozsin, ID'sini yozsin. Men o'sha odam bilan druziya ID'sini yozib olaman va qachondir o'yinga kirar, o'shanda men o'sha bilan ulanib yana qolaman do'stlar. Subaru qanday do'stlar? Shuni bersak. O'sha bilan ulanib M5 ga obmen qilaman. O'zimda M5 bor, endi rossiyalik blogerlar bilan poygalashmoqchiman deb vizit tashib. Do'stlar, qaysi mashina bo'lar ekan? Menimcha mana Subaru meni yoqadi do'stlar. Yana shonlarimizdan shunday. Kerakligi uchun so'ravomanda do'stlar, nomerlarim qo'yib beramiz hemen. Kerakligi uchun so'ravomman do'stlar. Prosta nima desam ekan, endi prosta poygaga qiziqish uchun o'ynab ko'rmoqchiman. Lekin qiziqish juda ortyapti do'stlar. Shu blogerlar bilan o'ynash, Mania degan blogerni ko'pchilik tanisa kerak. Grom, Mania, yana ham boshqa blogerlar bor. Endi u blogerlar bilan ham o'ynaymiz. Sizlar aktiv bo'lib tursanglar, o'ynaymiz hammasi bilan. Voy bilan. Do'stlar, faqat men Telegram kanalini ochmaganman, xafa bo'lmanglar. Shuning uchun bilmam qayda aniqlaymiz. Do'stlar, qaraymiz, agar game go'rdin tashab o'zim ham qilasam, agar qilaman. Spoiler yo'qmikan, bilyapman. Shuni ko'taramiz. Mana bundayroq qilamiz, bundayroq ko'taramiz. Böyle drift qilsak-chi do'stlar. Qo'ychimsan do'stlar. Bo'l do'stlar, tayyor. Birinchi mashinamiz qani ketdi, go. O'zbek serveriga kiramiz do'stlar. O'zbeklarimiz bilan Tropikka kiramiz do'stlar. Do'stlar, men promo efekt qilsamchi, nima deysizlar? Kommentda yozib ketinglar. Hali Telegram kanal ochmaganman-da, shuning uchun obunachilarimni ID'larni tashinglar do'stlar. Shuning uchun ulanib olaman sizlar bilan. Bu do'st
Go ketdi do'stlar. Bitta ish bilan ishlam qoldim. Ay bile kuchaytirmaymiz ayo do'stlar, nima qilaman? Ay bile. Mayli birinchi. Aytamiz. Aytamiz. Hocam insan agar şu video 50 like gelse biz benim biraz acaba. Ben de bakın gidiyorken dostlar. Dostlar dinledik bakıyoruz. Şuk. Bu video 8'e çıkarttı dostlar. Sizlerge ertaga chiqishi mumkin. Yoki bugun chiqishi mumkin. Do'stlar, menda bo'lmadi. Shunday qilib qilaylik. Bunday qilamiz, kiramiz. Nima deya? Mobil. Qadmaslar kuchaytiramiz. Motor mashinani deyman. Hadi. Göz kararacak. Yeter. Pro. Numar it değilsin diyor. Ay bele. Dile dostlar. Toza bir çıkar valla bende. Çıksın beni. Загрузка. Shunaqa qichiq bitta video ideya kelgan. Shuni keyingi videoda qilamiz. Ay sir bo'lib qolaversin video. Do'stlar, sir bo'lib qolaversin-chi. Ketdik. Kirib birim olan. Bu böyle
Do'stlar M5 ishdan chiqmasin. Shunda bu sefer olinglar. Men do'stlar trackga ham shu olib qo'yganman. Agar kimda M4 boy bilan shu M4 to'g'ri to'xtatish 1 millionga sotib oldim. 10 millionga sotib oldim. Kimdan o'zi o'ynayman. Audi James o'sha legenda. Telefon sotmayman degan. Audi. M5 tayyorlandim. Bu просто qolib ketdi. Просто qora deb o'ylamaylar. Va ichini qarasanglar bo'ladi do'stlar. Do'stlar yana bir qaytdim mana bu. Do'stlar buni ushtu просто mana bir seli bo'ladi. Karbon bilan mana. Chunki просто urib qo'yganman. Agar kimda 300 HP bo'lsa, ana shu beraveraman, almashaveraman do'stlar. Bilib. Fik bilaman. Bular shu o'zini tayini. Keyingi mashina Subaru bo'lmaydi do'stlar, endi. Keyingisi do'stlar, mayli bir yaxshilik qilsak qilib bizdan do'stlar. Arzon mashina bo'lsa bir 5 ta bo'ladi. Arzon bo'lmasin, qo'yinim ham yo'q deb bechoram bak. Kambag'alman desin, kechirasiz. Mashina bersa-chi, belli. Cholka, блядь. Mashina pul, ha? Bular shuna bersa-chi. Davay. Qo'rqmaydi. Keyingi akkauntim ham bor o'shanda. O'tkazaman 40 million pul. Bechora emasman. Sua safada, desci piroca, sua piranha safada. Vem fuder, vem fuder. Mediasin. Fakat kodlari yozmadim do'stlar. Mashinani bermoqchiman. Beraman agar bular bamper bo'laydi. Fakat har qadam do'stlar, sizlar kod demoqchimisizmi? Endi u gapim. Deb ketadi-ku. Belli. Bu xolop. Buni bir xillar bunani deb o'ylaydi do'stlar. To'g'ri to'xtatib turaman do'stlar, qani bu aniq bo'lgandan keyin videoni davom ettiraman. Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Twilf 011 yana anchadan beri video chiqarmadim, dam olish ko'payib ketdi do'stlar. Bugungi videomizda endi car parkingga qaytdim do'stlar yanada. Bugun shu avtomobillar bor do'stlar. Endi hozir